هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe 60. ayetin başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, esselatu vesselam ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa İbn Kathir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tevbe suresi 60. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzu billahi mineşşeytanirracim. Zakat fakat pekirlarga, miskinlerge, zakat xadimlarga, dillerini İslamga mail qilish uchun ko'z tutilganlarga, qullarni ozod qilishga, qarzdorlarga, Allohning yo'liga, ibn sabillarga berildi. Bu Allah'ın belgilemesidir. Allah bendilerinin menfaatini obdan bilgiçidir. Hikmet bilen iş kılgıçıdır. Zakat verildiğin kişilerin bayanı. Allah Teala nadan münafıklarının Peygamber Aleyhisselam'a itiraz bildirgenlikini ve ulanın Peygamber Aleyhisselam'ını sadaka zakatlarını taksim kılışta eyiplegenlikini bayan kılgandan keyin zakatni Allah Teala öz taksim kıldığanlıqını bayan kıldı. Allah Teala zakatның hükümlerini bayan kılıp, onu bir taraf kılış işiga özü egi oldu. Onu taksim kılışga başka birini egi kılmadı. Zakatni ayet tilg'i ilingan en şu kişilerge taksim kılıp verdi. Allah Teala zakatni taksim kılışta birinci bulup pekirlarını tilg'i aldı. Çünkü ular qattiq kambag'al bo'lganlik uchun zakatga eng ehtiyojli kishilardir. İbn Abbas, Mujahid, Hasan Basri ve İbn Zeyd qatorliqlardanmi faqirlarning sadaqaga eng ehtiyojli kishilar ekanligi rivoyat qilindi. İbn Jarir ve bir qancha kishi faqir degan nomuschan kishilardan bir narsa so'ramaydigan odamdir. Miskin degan aylanib yurib bir narsa so'raydigan odamdir deb bayon qildi. Qatada faqir degan meyib odamdir, miskin degan teni sog'lom odamdir dedi. Ayette bayan kılıngan zakat verişki tegişlik 8 türlük kişinin her biriga alaqadar hadislerini tövende bayan kılıp ötümüz. Birinci, faqirlar toğrısıda. İbn Ömer Peygamber Aleyhisselam'ın faqirlar hakkında mundaq deganligini rivayet kılıdı. Zakat bayga halal emas. Küçlük ve teni saq adamga halal emas. Bu hadisni İmam Ahmed, Abu Davud ve Tirmizi qatorliqlar rivoyat qilgan. İkinci, miskinlar to'g'risida. Abu Hurayra radhiyallohu anhu Peygamber Aleyhisselam'ның miskinlar haqida mundaq deganligini rivoyat qildi. Aylanib yurib kishilardan bir narsa tilaydigan, har bir odamdan bir ikki loqma yemek ve bir ikki tal xormaga erishadigan odam miskin hisoblandi. Sahabeler, ey Allah'ın peygamberi, ondaqda miskin qandaq adam deb so'radi. Peygamber Aleyhisselam, miskin degan özünün hacetini qamdığıdek bir narsa tapalmaydı. Kişiler onun muhtaç ekanligini bilelmey qoladi da onunğa zakat vermeydi. O tatınıp kişilerden bir narsa so'ramaydi dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy ve Müslim rivayet qilgan. Üçüncü, zakat xodimlari to'g'risida. Zakat xodimlari zakat yig'ishga belgilangan kishilar bo'lib, ularga bu xizmati uchun zakatdan bir o'lish berildi.
Zakat xodimlarining payg'ambar alayhissalomning zakat elishi harom bo'lgan tuqqanlar ichidan tayinlanishi durust emas. Bu haqda İmam Muslim Abdülmutallib ibn Rabi'tin mundaq rivoyat qildi. U ve Fazl ibn Abbas ikkisi payg'ambar alayhissalomning qishig'a o'zlarini zakat yig'ishga tayinlashni talab qilib bordi. Payg'ambar alayhissalom: "Shak shubhisizki zakat Muhammadga va Muhammadning tuqqanlariga halol emas. Zakat kishilarning mollarining kirlaridir" deydi. 4. Dillerini İslamga moyil qilish ko'z tutilganlar to'g'risida. Dillerini İslamga moyil qilish ko'zda tutilganlar mundaq bir qancha qismga bo'lindi. Birinci, İslamga kirishi ko'z tutilib berildiganlar. Masalan, payg'ambar alayhissalom Hunayn urushida qo'lga ilingan g'animatlardan Safvan ibn Umayyaga berdi. Bu vaqtda u mushrik edi. U payg'ambar alayhissalom menga eng dushman kishi edi. U menga g'animatdan beriverib, hattoki mening eng so'yimlik odamimga aylandi dedi. İmam Ahmad Safvan ibn Umayyaning mundaq deganligini rivoyat qildi. Payg'ambar alayhissalom menga Hunayn urushida ilingan g'animatlardan berdi. U menga eng dushman kishi edi. U menga g'animatdan beriverib, hattoki mening eng so'yimlik odamimga aylandi. Buni İmam Muslim ve Tirmizi rivoyat qilgan. 2. İslamni yaxshilash va dilini islom nuri bilan mustahkamlash ko'z tutilib berildiganlar. Masalan, payg'ambar alayhissalom Hunayn urushida ilingan g'animatlardan ozod qilinib, yangidan islomga kirgan Quraysh kattalari va 100 obro'li kishilardan iborat bir turkum odamlarga 100dan to'gi berdi va mundaq dedi: "Shak shubhisizki men bir odamga biror narsani beraman, lekin berishim u odamni yaxshi ko'rganligimning isboti emas. Biroq Alloh taolaning uni do'zaxga dum tushirib etishidan qo'rqib, uningga u narsani beraman. Albatta men uchun uningdan so'yimlik odamlar bor." İmam Buxoriy ve Muslim Abu Sa'idning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Ali payg'ambar alayhissalomga Yamanning yangidan qizib ilingan ham oltinlardan avatdi. Payg'ambar alayhissalom uni Aqra ibn Habis, Uyayna ibn Badri, Alqama ibn Ulasa ve Zeydil Xayr qatorliq 4 kishiga taqsim qilib berdi va mundaq dedi: "Ularni islomga moyil qilyapman." 3. O'ziga o'xshash sifatdagilarning islomga kirishi ko'z tutilib berildiganlar. 4. Atrofdagi kishilardan zakat yig'ishga turtki bo'lishi ko'z tutilib yoki musulmonlarga atrofdagi yurtlardan keladigan ziyonni to'sish ko'z tutilib berildiganlar. 5. Qullarni azod qilish to'g'risida. Hasan Basri, Muqatil ibn Hayyan, Umar ibn Abdul Aziz, Sa'id ibn Jubayr, Naxai, Zuhri ve ibn Zayd qatorliqlarning qullarni azod qilish haqida, bu qullar bo'lsa xo'jayinlari bilan muayyan miqdorda xo'jayiniga pul tepib berib azod bo'lishga to'xtamlashgan qullardir deganligi rivoyat qilindi. Abu Musa Ash'ariydan mushuning o'xshash rivoyat qilindi. İbn Abbas ve Hasan mundaq deydi: "Bu zakat xo'jayini bilan to'xtamlashgan qul yoki setib olib mustaqil azod qilishdan iborat her ikkisini o'z ichiga oladi. Chunki qul her ikkala tarafni o'z ichiga oladigan ommabop so'zdir." Hadisda mundaq bayon qilindi: Allah qul azod qilgan kishining har bir a'zosini azod qilingan qulning har bir a'zosining badaliga hatto
jinsiy a'zosini jinsiy a'zosining badaliga do'zaxning o'tidan ozod qiladi. Bu faqat mukofot amalning o'z tipidan ekanligidandir. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: sizlar faqat qilmishinglarga yarasha jazolanasizlar. Qul ozod qilishning fazilati. İmam Ahmad Baro ibn Azibning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Bir odam payg'ambar alayhisalomning qishig'iga kelib: "Ey Allohning payg'ambari, meni jannatga yaqinlashtiradigan, do'zaxdan yiroqlashtiradigan bir amalni ko'rsatib qo'ygin" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Qul ozod qilgan va xo'jayini bilan to'xtamlashgan qulni ajratib qo'ygin" dedi. U: "Ey Allohning payg'ambari, her ikkisi bir gap emasmi?" dedi. Payg'ambar alayhisalom: "Yo'q, qulni mustaqil ozod qilganing qul ozod qilganliging bo'ladi. Qulning ozod bo'lishiga pul yordam qilganing uni xo'jayindan ajratib qo'yganliging bo'ladi" dedi. 6-si, qarzdorlar to'g'risida. Qarzdorlar bir qancha qismga bo'lindi. Başqalarga yordam qilish yo'lida qarzdor bo'lib qolgan yoki qarzga kepil bo'lgan, ondan uni to'lashga to'g'ri kelib, bütün mol mulkidan ayrilib qolgan yoki qarz to'lash jarayonida qarzdor bo'lib qolgan yoki gunoh qilib qarzdor bo'lib qolgan, ondan tavba qilgan qatorliq kishilardir. Ularga zakatdan berildi. İmam Müslimning Qabisa ibn Muhariq Hilalidan rivoyat qilgan hadisi buning dalilidir. U mundaq deydi: "Men boshqalarga yordam berish jarayonida qarzdor bo'lib qolib, payg'ambar alayhisalomning qishig'iga keldimda, uningdan qarzimni to'lash uchun pul talab qildim. Payg'ambar alayhisalom: "Bizga zakot yig'ilib kelguncha turib turg'in. Zakot kelganda uningdan sana beramiz" dedi. Ondan payg'ambar alayhisalom: "Ey Qabisa, shek shubhisizki pul so'rash faqat 3 turlik odamga halol bo'ladi. Biri boshqalarga yordam berish jarayonida qarzga kirib qolgan odam. U qarz to'lash uchun boshqalardan pul so'rasa haloldir. Qarzini to'lab bo'lgandan keyin uningdan ortiq pul so'rasa bo'lmaydi. Yana biri ofatga uchragan va bütün mal mülkidan ayrılıp qolgan odam bo'lib, turmushi iziga tushguncha boshqalardan pul so'rasa haloldir. Yana biri paqirliq yetgan odam bo'lib, uning paqirligiga uning qavmidan oqilona 3 odam guvohlik berib, "Faloni haqiqatan paqirdir" desa, u boshqalardan pul so'rasa haloldir. Ulardan boshqalar pul so'rasa haromni yegan bo'ladi dedi. La ilaha illalloh. Abu Said mundaq deydi: Payg'ambar alayhisalomning zamonida bir odamning setib olgan mevalarga ofat tegdi. Shuning bilan u qarzdor bo'lib qoldi. Payg'ambar alayhisalom sahobalarga: "Uningga sadaqa beringlar" dedi. Sahobalar uningga sadaqalarni berdi. Biroq sadaqalar qarzni to'lashga yetmadi. Shuning bilan Payg'ambar alayhisalom qarz egilariga: "Uningni bani elinglar, qog'inidan o'tib ketinglar" dedi. Bu hadisni İmam Müslim rivoyat qilgan. 7. Allohning yo'lidagi to'g'risida. Allohning yo'lida deganimiz islom davlati nomidan muqim maosh elishga tizimlangan mujohidlarni ko'rsatadi. 8. İbn Sabillah to'g'risida. İbn Sabillah deganimiz birer yurtdan o'tib ketayotgan, yurtiga ketibilishi uchun safarida ehtiyojli bo'lgan narsaları tugab ketgan yo'lovchilardir. Gerçi ular o'z yurtida boy kishilar bo'lsa-mu, ularga zakatdan yurtiga ketibilishga yetkidek narsa berildi. O'z yurtidan safar qilmoqchi bo'lgan, lekin hech narsasi yo'q odamning hukmi mushundaq bo'ladi. Bu odamga zakatdan barmoqchi bo'lgan yeriga berib, qaytib kelguncha yetkidek narsa berildi. Buning dalili mazkur oyat va tuvandagi hadisdir. İmam Abu Davud
ve İbn Mace Ebu Sa'id radıyallahu anhu'dan Peygamber aleyhisselamның mundaq deganligini rivoyat qiladi. Zakat baylardan faqat 5 türlük kişiге halal bo'ladi. Birinchisi zakat yig'ishga tayinlangan xodim. Ikkinchisi boshqalarga berilgan zakatni o'z puliga setib olgan odam. Boshqalarga berilgan zakatni o'z puliga setib olgan odam. Üçüncüsü qarzdor bo'lib qolgan odam. To'rtinchisi Alloh yo'lida jihodga chiqqan odam. Beshinchisi miskinga berilgan zakat hadiya qilingan odam qatorliqlardir. Bu Allohning belgilemesidir. Ya'ni bu Alloh belgilagan hukm. Alloh bekitgan farz va taqsimotdir. Alloh bandalarining manfaatini obdan bilguchidir. Hikmat bilan ish qilguchidir. Yani Allah aşkar ve yoşurun işlerini bendilerine faydalık bo'lgan narsalarni obdan bilgichidir. Sözlerinde, iş hareketlerinde, belgilemelerinde ve çıkargan hükmede hikmet bilen iş kılgıcıdır. Allah Teala'dan başka hiç ilah yoktur, onundan başka hiç terbiyeci yoktur. Ularning ba'zilari payg'ambarga so'zi va harakati orqali arziyat yetkazadi va payg'ambarni anglagan narsasining hammasiga ishonadi. Deydi. Aytqinki, durust, u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Müminlerinin sözüge ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Allohning payg'ambariga aziyat yetkazadiganlar qattiq azobga duchor bo'ldi. Payg'ambar alayhisalomga aziyat yetkazishning munofiqlarning alomatlaridan ekanligi. Alloh taolo mundaq deydi: Munofiqlarning ba'zilari Peygamber aleyhisselamga sözler arqılıq ərziyet yetkizidi ve onu anlagan narsasining hammasiga ishonadi deydi. Yani kim onunla bizning haqqimizda biror narsa desa, u onunla ishonadi. Kim onunla so'zlab bersa, onunla ishonadi. Agar biz onun qishiga kelib, onunla qasam qilib bersak, u bizga mi ishonadi? İbn Abbas, Mücahit ve Katade qatorliqlardan mushuning o'xshash mazmun rivoyat qilingan. Aytqin ki, durust, u sizlarga foydali so'zlarni anglab ishonadi. Allohning so'zlariga ishonadi. Ya'ni u kimning rostchil, kimning yolg'onchi ekanligini so'zlaguvchining so'zlarini anglab bilib oladi. Allah'ın sözleriga ishonadi, mu'minlarning so'ziga ularning ixlosini bilganlikdan ishonadi. U sizlardan iymon etganlar uchun rahmatdir. Kafirlarga qarshi pokitdir. Shunga Alloh taolo mundaq deydi: Allohning payg'ambariga aziyat yetkazadiganlar qattiq azobga duchor bo'ladi. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadi deb Allah bilen qasam qiladi. Eğer ular rastlı mümin bo'ladigan bo'lsa, Allohni va uning payg'ambarini rozi qilishlari kerak edi. Bu munofiqlar Allohga va uning payg'ambariga kimiki qarshilik ko'rsatadigan, uning do'zaxga kirdiganligini, do'zaxdan mangu qoladiganligini bilmamdi. Ana shu cho'ng rasvolikdir. Yalgan qasam qilib kishilarni qanoatlantirishga urinishning munofiqlarning alomatlaridan ekanlik. Ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadik deb Alloh bilan qasam qiladi. Qatada bu oyat haqida mundaq deydi: Bizga xabar qilinishicha, munofiqlardan bir odam Allohning nomi bilan qasamki, bizning ana shu cho'nglarimiz albatta bizden yaxshi ve şerefli kişilerdir. Gerçi Muhammed'nin davetini hak bolsumu, ularga nispeten eşektin mu etibar yok dedi. Müslümanlardan bir adam onun sözünü anlap gelip,
Allah'ның namı bilan qasamki, Muhammadning da'vatqini albatta haqdir. Sen bo'lsang haqiqatan eshikdimmi qadrsiz narsa dedi. Ve Peygamber Aleyhisselam'ın qishig'i yugurib berib bu so'zni yetkizdi. Peygamber Aleyhisselam o munofiqqa odam avatib chaqirib kelib, sening bu so'zni qilishingga nima sababchi bo'ldi dedi. O o'ziga la'nat etib ve Allah bilan qasam qilib, o so'zni qilmaganligini aytdi. Haliqi musulmon odam, ey Allah, rostchilni rostchilga chiqargin, yolg'onchini yolg'onchiga chiqargin dedi. Shuning bilan Allah ular sizlarni rozi qilish uchun payg'ambarga tegadigan gapni qilmadik deb Allah bilan qasam qiladi. Agar ular rostchil mu'min bo'ladigan bo'lsa, Allah'ni ve onun peygamberini razı kılışları gerek idi degan oyatni nazil qildi. Bu munofiqlar Allah'a ve onun peygamberiga kimiki qarshilik ko'rsatadigan, ya'ni Allah Ta'alaga qarshilik qilib jang e'lon qiladigan, uning do'zaxga kiradiganligini, do'zaxdan mangu qoladiganligini bilmamdi. Ana shu cho'ng rasvolikdir. Ya'ni ana shu cho'ng xorliq va baxtsizlikdir. Munofiqlar o'zlari to'g'risida biror sura nozil bo'lib, ularning dillaridagini, ya'ni nifoqini mu'minlarga xabar berishdan qo'rqidi. Aytqinki, sizlar Allohning dinini xohlaganinglarcha masxara qilinglar. Sizlar paş bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Allah cho'qim oshkor qiladi. Sirlarning paş bo'lib kelishidan qo'rqishning munofiqlarning alomatlaridan biri ekanligi. Mujahid mundaq deydi: munofiqlar o'zaro so'zlashidi. Ondan Allah bu so'zlarimizni paş qilib etmesi ekan deydi. Bu oyatning mazmuni Allah Teala'nın ular sening yeniga kelganda Allah sana salam qilishda qo'llanmagan so'zlar bilan salom qiladi. Ular o'z ichida Allah nimishqa bu so'zimiz bilan bizni jazolamaydi deydi. Do'zax ularga kupoydir. Ular do'zaxga kirdi. Do'zax nima degan yomon joy degan oyatning mazmuniga o'xshaydi. Allah Teala bu oyatda mundaq deydi: aytqinki, sizlar Allah'ның dinini xohlaganinglarcha masxara qilinglar. Sizlar paş bo'lishdan qo'rqadigan narsani, ya'ni munofiqlikni Allah cho'qim oshkor qiladi. Ya'ni Allah payg'ambariga oyat nozil qilib, uning bilan sizlarni rasvo qiladi va sizlarning ishinglarni uningga ichib tashlaydi. Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi: dillarida kasal borlar, ya'ni munofiqlar Allah özlerinin İslam'a bo'lgan düşmanligini oshkorlamaydi deb o'ylamdi. Sen albatta so'zining uslubidan ularni taniysan. Allah sizlarning amallaringlarni bilib turdi. Shuni qatada mundaq deydi: Muhammad surasi munofiqlarning abdi bashirisini ichib tashlaydigan sura deb atiladi. Elhamdülillah, Allah şükürler olsun. Yuqorida Tavba surasidan 64. oyatgacha anladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.